Bismillahirrohmanirrohim. 181-bob. Odamlarning ozorlariga sabr qilgan kishi. 182-bob. Ozorlarga sabr qilish. 389. Abu Musodan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: hech bir kimsa yoki hech bir narsa Alloh azza va jallachalik o'zi eshitgan ozorlarga sabr qila olmaydi. Ular Allohning bolasi bor deyishadi. U zot esa ularga ofiyat va rizq berur. Allohning bolasi bor deyish Alloh taologa nuqsonni nisbat berishdir. Bolali bo'lish ojiz bandaga xosdir. Farzandga ehtiyoj ojiz bandada bo'ladi. Banda farzand ko'rsa qariganimda boqadi deb xursand bo'ladi. Lekin agar Alloh azza va jalla farzandga ehtiyojli bo'lsa, u zotning ilohligi qolmaydi. Allohning bolasi bor deydigan odamlar qadimda ham bo'lgan, hozir ham bor.